Assalomu alaykum. Ulug'bek Berdiqobilovich, yaxshimisiz? Kayfiyatingiz qanday? Kayfiyat a'lo. Prezidentimiz mana hozirliklarimizni, aholini kayfiyatini ko'rib rosa xursand bo'lib, tadbirkorlarimizni qilgan, investorlarimizni amalga oshirgan ishlar bilan tanishdilar va biza oldimizga bundan 10 barobar, 10 karra rejalar belgilab berib, mana hamma masalalarimiz yechib berildi. Hozir qaysi obyektga borgan bo'lsalar, kim, qaysi investorda kichkina muammolargacha oxirigacha eshitib, tinglab, tadbirkorlarimizdan ham, fuqarolardan ham qayta so'rab, nima masala qo'ygan, hal bo'lmagan, hammasini hal qildilar. Juda katta, mana Surxondaryoga bugun o'zingiz ham guvohi bo'ldingiz. Hech qachon bo'lmagan 6 milliard 300 million dollarlik yangi rejali loyihalarga start berildi. Qariyb 800 million dollarlik yangi quvvatlar ishga tushirildi. To'g'risi bu Surxondaryo uchun juda yaxshi natijalar, tarixiy natijalar. Bu prezidentimizni bugungi olib borayotgan yangi O'zbekistondagi islohotlarni shu to'liq mana shu shamoli Surxondaryoga yetib kelganidan darak beradi. Ertaga xudo xohlasa katta yig'ilish bo'ladi viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha va har gal yig'ilish davomida davlat rahbari avvalgi tashrifdan bu tashrifgacha bo'lgan berilgan vazifalarning ijrosi yuzasidan axborot ham so'raydi-da. Shu haqida qisqacha ma'lumot bera olasizmi? Ya'ni aholi bandligini ta'minlash, asosiy masala ishsizlik kabi, kambag'allikni qisqartirish kabi yo'nalishlar bo'yicha qanday natijalarga erishildi Surxondaryoda? Bizda yil boshida o'tgan yil 25-yil 9.3% edi kambag'allik. Bu 3.8% ga tushirildi. Bu yilga bizga reja 2.8% ga tushirish. Ishsizlikni 4.5% ga tushirildi. Bu yil yakuni bilan 4% gacha olib tushishimiz kerak. To'g'risi hozir mana shu eng katta Surxondaryo uchun katta driver Tomorqa maktabidagi dehqonlarimizning tashabbuslari juda ham ma'qul keldi. Buni keng ommaga jalb qilishimiz, joriy qilishimiz, hamma tumanda har bir mahallani o'zining ixtisosligi bo'yicha chuqurroq kirib, yangiliklar bilan shu serdaromad ko'proq eksportbop mahsulotlar yetishtirish orqali kambag'allikni qisqartirish hamda mana bu yangi investitsion muhit, kirib kelayotgan investorlar, bular o'z-o'zidan yangi quvvatlar, yangi ish o'rinlari degani bu orqali amalga oshiramiz. Bugun to'g'risi bizga hozirgi biza o'zimiz reja qilgan marralardan 10 karra desam bo'ladi. Prezidentimiz bizga baland marralar belgilab berdilar. Buni endi hozir biz islohotlar shtabi bilan birgalikda hozir mana o'tirib yo'l xaritalarini boshlaymiz. Bugunning o'zida mana shu ijrosiga kirishamiz. Hozir mana o'z afg'on qo'shni delegatlar kelib turibdi. Bosh vazir o'rinbosari bilan hozir uchrashuvga boramiz. Undan keyin hozir topshiriq berdilar. Va bugun shu kechgacha biz yo'l xaritalari qilib, ertalab axborot berishga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak barcha hokimlar bilan.